Dünya Uyghur Qurultayının bayonotchisi, Qurultay Ayollar Komitetining mudiri va Qurultay Xalqaro aloqa bilimining direktori Zumrat Erkin 2024-yillik Roosevelt erkinlik mukofotiga tanlangan bo'lib, bu dunyoning har qaysi yerlarida yashayotgan Uyg'urlarni iftixorlantirgan edi. Zumrat Erkin bugun Amerikaning 32-chi navbatlik prezidenti Rooseveltning ona yurti va Roosevelt fondi jamiyatining markazi joylashgan Gollandiyaning Middelburg shahrida dunyoning har qaysi yerlaridan kelgan yuqori darajalik arboblarning qatnashishida o'tkazilgan dog'dug'uluq mukofot tarqitish marosimida Roosevelt erkinlik mukofotini topshirib olgan. I stand before you to underscore the vital importance of defending religious freedom, a cornerstone of any free and democratic society. Roosevelt fondi jamiyati tarafidan yilda bir qatim 4 kategoriya bo'yicha tarqitiladigan va erkinlik mukofoti deb atalgan mazkur mukofot prezident Roosevelt tarafidan 1941-yili 1-oyning 6-kuni Amerika Davlat Majlisida e'lon qilingan. 1950-yildan e'tiboran bu mukofot insonlarning 4 cho'ng erkinligi prinsipiga tayangan alohida erkinlik mukofoti bo'lib qolgan. Is freedom of every person to worship God in his own way everywhere in the world. Bu to'chong erkinlik insonlarning fikr erkinligi, ibodat erkinligi, yo'qsullikdan qutulish erkinligi, qo'rqinch va tashvishdan qutulish erkinligidan iborat. Zumrat Erkin buning ichidagi ibodat erkinligi kategoriyasi bo'yicha mukofotga loyiq ko'rilgan. By uprooting Uyghurs of their cultural, linguistic, and religious identity. Me standing here, accepting this prestigious award is a strong message to Beijing that we will not be silenced. Naq maydondan radiomiz ziyoratini qabul qilgan Zumrat Erkin bu mukofotni topshirib olgandagi xushalligini ko'pchilik bilan o'rtoqlashdi. Hamda uning Roosevelt bir Uyg'ur qiziga berilishining cho'nqur ma'niga ega ekanligini bildirdi. Bu mukofotni Ramazan tugab Roosevelt erishganligim uchun intayin hayajonlandim. Bu meni texmo xo'sh qildi va hammamiz faxrlanadigan bir ish deb o'ylayman. Bu murosimga Xon jamiyati, Gollandiya bosh ministri va nurg'unlagan o'xshamagan diplomat, muhim odamlar qatnashganligi yana bir yaxshi fursat deb o'ylayman. Chunki bularning oldida yana bir qitim ochiq shaklda Uyg'ur davosini anglatqili bo'ldi. Xalqaro sahnaning oldida chiqib yana bir qitim Uyg'urlarning ovozi anglandi.